Assalomu alaykum, Samiya House aziz obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz ham sizlar uchun bir ajoyib, yaxshi mesta palajeniyada joylashgan Urganch shahrida bo'ladi aziz yurtdoshlar. Bizlarni ko'rib, kuzatib boravering. Kanalimizga yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, kanalimizga podpisatsiya bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Faqat siz azizlar uchun arzon va yaxshi mesta palajeniyada joylashgan joylarni ko'rsatib, tavsiya qilib boramiz. Videorolikimizga elden bir dana like basıp koysanız xursand olardik aziz yurtdoshlar. Manzilni keyin mo'ljal orientirlarni hozir tushuntirib ko'rsatib aytib o'taman. Aziz obunachilar, bu hovli joyimiz aeroport silo bo'ladi, Urganch shahrida. Orientir Zafar Artistni ko'chasiga yaqin. Xullas, kelib ko'raman desangiz, telefonlashaverasiz, kelib ko'rsatamiz. Xudo xolasa ajoyib 175 kvadrat metr. Yine oldi tarafı. Yine. Şimdi tupikte joylashgan bo'ladi, 175 kvadrat metr. Ajoyib fayzli bir hovli joy. Urganch shahridan izlab turgan yurtdoshlara videoni maksimalni yuborib qo'yishni unutmang aziz yurtdoshlar. Hozir sizlar bilan ichkari qismına girib, oldi tarafini ko'rsatdik yine. Shunday yine stashkali beton qilingan stupinka bor, ajoyib yine demir darvoza. Xudo xolasa ichkari qismini hozir girib obzor qilib chiqamiz. Aziz obunachilar, bismillah deb yana shu girgan yerimizda yine tambur qilingan. Aziz yurtdoshlar, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Urganch shahrida yine shunday tambur ham katta. Yani şifayla koymanda sizce prihoji mesela tayyor holatda oyoq tellar plita va yana silikat. Joyimiz silikat karusdan diklangan. Azizlar, umumiy xonasi 4 xonadan iborat bo'ladi. Birinchi etajda bir xona, katta zal qilingan, ikkinchi qavatida 3 xona. Bu joyimiz toza, ya'ni o'zlari shpaklovkadan chiqarib, uy egasi tayyor qilib qo'ydilar, eshiklarni qo'yib bersangiz bo'ldi. Chap qo'lda kuxnya joylashgan bo'ladi. Yine aziz yurtdoshlar, kuxnyasi ham katta, ko'rib tursangiz. Kuxnyada ham gap yo'q. Bu taraf dalon qismi. Bitib turibdi, xalagancha remont etaversa, Wi-Fi ham kelgan ekan, Wi-Fi ham bor. Shuning gelish qismida ikkinchi etajga chiqaverishda zinantini yine sanusilatib tualet bani qilib berganlar. Şimdi doğruga o'tamiz. Bu taraf yine katta zal. 8'e 4,5 mi? Shunday razmerda bo'ladi aziz yurtdoshlar. Katta zal. Xolasangiz bo'lib turib, 2 xona etib bersangiz ham bo'ladi. To'rda yine bog'a chiqasa, kichkinagina ajoyib ana bog'i, onda letniy tualetni ham qilib qo'ydilar. Uyutni ajoyib. Patoloklar yine natijnoy. Gipsokartonda figura qilingan. Yine bir xona birinchi qavatda. Katta zal. Xolasangiz bo'lib berib 2 xona etsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qavatga o'tamiz. Ishurda yine bu narsani ko'rsatib o'tering. Tayyor her bir xonani avtomatlari alohida qilingan. Shuni e'tibor beringlar. Yine birinchi qavat hammasi patoloklar natijli. İkinci qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatga ko'tarilsak, shunday yine zinalar ham tayyor holatda ko'tarilsak, yine bir xona bo'ladi aziz yurtdoshlar. Yine ikinci qavatda meyda chuyda ishi bor. Ve yine bir xona bo'ladi azizlar. Tayyor yine. Ajoyib. Sanuzildan bitib turibdi. Ikkinchi qavatda yana unitaz, vanna, ariston, kafildan chiqqan tayyor sanuzillar flishet hisobi 3-xona bo'ladi yine. Yana ajoyib. Xolasangiz zalatib qo'yasiz, kengroq ekan, xolasangiz deski komnata bo'lib berib yine. Patoloklar gipsokartonda o'tdi. Ikkinchi qavatida bitta yana suvoqdan chiqqan ekan, bitta ishi bor. Ben tarafa chiqsangiz yana shurda shunday ko'p terrasa qilish uchun xonadon egasi balkon qilamonda bir shurda eshik ochganlayni. Shurda yana ergana krishotkalarni qo'yib bersangiz shunday turib, yine tamburning ustidan bir terrasa bo'ladi. Bu qo'shninikine o'xshab ustini minatib, naves qilib, krishotkalarni qo'yib qo'ysangiz hazatib chiqib shamon yozda dam olib o'tirmoq edim. Qulay qilib, yaxshi proyektda qilingan aziz yurtdoshlar. Ya hovli joyimizni qo'ldan kelgancha geç bo'lishini qaramasdan qisqagina obzor qildik. Sizlar bilan birgalikda
Ana yine 3'e çık ketadigan yerim bor ekan. Aziza xonadon egasi barter ham ibodat turibdilar. Cobalt tracker bo'lsa, barter qilib qolgan hisob kitobni temizlab turibdilar. Barter variant izlab yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, videorolikni yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Masalan, qadrli yurtdoshlar, sotib chiqqan hovli joyimizni qo'llangancha obzor qilib ko'rsatishga harakat qildik. O'zingiz kelib ko'raman desangiz, telefon nomerlari ekranlarda yozilgan bo'ladi aziz yurtdoshlar. Gelip romanları görüp alaverseniz mümkün bo'ladi. Bu videorolikni joy alamanda yurgan donish bilishingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Bizning videorolikimizga bir dona like ni bosib qo'ysangiz minnatdor bo'lar edik. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'yish esdan chiqmasin aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan keyingi videorolikimizda görüşguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.